Nima uchun ko'pincha boylar bankrot bo'lmaydi? Chunki boylar har bitta rasxotini, har bitta qilayotgan harakatini, hamma narsasini bilib, hamma narsasi ularda yozma bo'ladi. Boylar o'zini qilayotgan rasxotini tiyinigicha moliyachilarga yozdiradi. Bu oyda biz nimaga rasxot qildik? Ularda balans, P&L, cash flow degan narsalar bo'ladi. U yerda har bitta qilayotgan rasxotlar oldindan belgilanadi. Biz keyingi oyda nechta rasxot qilamiz, keyingi kvartalda, keyingi 6 oyda, keyingi 1 yillikda qanaqa rasxotda bo'lamiz, qanaqa bizga doxod keladi, har bitta narsa ularda rejalangan bo'lganligi uchun, o'shaning uchun ularda bankrot bo'lish ehtimoli pastroq bo'ladi. Oddiyroq odamlar tavakkal deb qilib tashaveradi. To'g'ri, tavakkal qilish kerak, biznesda risksiz ish yo'q, lekin primerni prognozini olib balans, P&L, cash flowlarga amal qilib harakatlanilsa, bankrot bo'lish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Ular pulni boshqarish bilimini bilganligi uchun ham bankrot bo'lish ehtimoli past.